Şu makalada müşliksiyenin devamını anlayışla vatandaşım, hürmetlik vatandaşım devamlaştırımız. Bundak münazırlarının Amerika'nın Tayvan siyasetiga ta'sir qilishidan saqlanğılı olmaydı. Yuqorqidek münazırlarının Amerika'nın Tayvan siyasetiga ta'sir qilishidan saqlanğılı olmaydı. Amerika Devlet Mahkemesi qaramakka başqalarının nazarida jungoparast bulup görünüdü. Amerika Devlet Mahkemesi başqalarının nazarida jungoparast bulup görünüdü. Ama Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet Meclisi'de bolsa nayto kudretlik Tayvanparastlar an'anaviy yaqinlik bo'yicha yoki an'anaviy yaqinchilikni saqlab kelmoqda. 23 nafar nopuzluq senatorlardan tashkillangan Tayvanni qo'g'dash ittifoqi Amerika Kongressida qurilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Osiyo Tinch okean gruppasining raisi Matt Salmon deydi. Matt Salmon Amerikanın bir jungo siyaseti bir sapsatidir deb ko'rsatgan. Diqqat munosabatlar tashqi avam palatasi tashqi munosabatlar komiteti Osiyo Tinch okean gruppasining raisi Matt Salmon efendi Amerikanın bir jungo siyaseti bir sapsatidir. Endi bu sal qo'pol elinibdi. Amerikanın bir jungo siyaseti to'g'ri emas deb ko'rsatgan deydi. Bu yıl 1 ayının 1 günü Washington'da Kauçusarlıkta Yakabağçı'da Junhua-Mingo devlet bayrağını çıkarış murasimi ötküzülgende Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvanning go'yo diplomatik munosabatni asliga keltirish shamol chiqmasa daraxt ling'shimaydi degandek bir ishdan bishorat bergan edi. Bu yıl 1 ayının 1 günü Washington'da Kauçukzar bağçısıda Junhua-Mingo hükümetinin devlet bayrağını yani Kuomintang'ın devlet bayrağını çıkarış murasimi ötküzülgende şamal çıkması daraxtlanışmaydı degandek bir ko'rinish yoki bir bishorat hosil bo'lgandir. Amerika nashr qilinadigan davlat manfaati jurnalida bu yil 3 ayning 2 kuni oxir zaman Jungoning gumron bo'lishiga tayyorlik qilayli mavzuliq maqola e'lon qilingan. Maqolada Jungo gumron bo'lsa, Amerika taqobil turishga ishiltadigan tadbirlar qator misol bilan keltirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning gumron bo'lishiga to'g'ridan-to'g'ri yuzlanishi Amerika Qo'shma Shtatlari Junhua-Mingo hukumatini qo'llab, Kuomintangning Jungoni qayta boshqarishini eng oxirgi vosita qilishidan darak beradi. Demek bu cümle mana shunday uzun cümle ekan, tadbirlar qator keltirilgan yuqorqi davlat manfaati degan jurnalda e'lon qilingan maqolada Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning gumron bo'lishiga to'g'ridan-to'g'ri yuzlanishi Amerika Qo'shma Shtatlari Junhua-Mingo hukumatini qo'llab, Kuomintangning Jungoni qayta boshqarishini eng oxirgi vosita qilishidan darak berdi deb ko'rsatgan. Amerika qaramoqqa ikkinchi bir Jungoni gullandirmoqchi. Bu jungo orqali bugungi jungoning gumron bo'lishiga taqobil turmoqchi bo'lyapti. Bu maqolada jumlalar nayt sap, nayt samimiy, nayt logikalik, nayt og'ir vaznda qo'yilgan jumlalarga vatandoshim bugun bir qatim so'zildik, keyingi vaqtlarda yana so'zlaymiz. Buning davomini anglaysiz hozir vatandoshim. Yuqori darajalik nopozliq Amerikalik jungo masalasi mutaxassislari jumladan Shindavi, Mauridi, Lode men bularni tarjima qilaman inglizcha ismiga xitoycha mida o'zgartirdi degan kechiringlar meni qatorliqlar yaqindan beri jungoning gumron bo'lishi to'g'risida maqolalar e'lon qildi. Jungo Kompartiyasining gumron bo'lishi Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo siyosati zo'r duch keladigan reallikdir. Xalqaro jamiyatning jungoga chaqilg'isi yo'q. Xalqaro jamiyatning jungoga chaqilg'isi yo'q. Faqat Jungo Kompartiyasining gumron bo'lishini kutib turdi. Jungo Kompartiyasi gumron bo'lgan aman aslidagi Junhua-Mingo asliga keldi, ya'ni Kuomintang hokimiyati asliga keltirildi. Ko'pchilik hamma kishi Jungo Kompartiyasining gumron bo'lishini kutib turibdi. Cümleden Kompartiyaning yuqori qatlamidagilami Kompartiyaning halok bo'lishini kutib turibdi. Shunga rais Xi Jinping bir azimat, bir erkak yo'q degan edi.
Hərəkət qılmay kütüb duruş, lekin Reis Xi Jinping'nin Amerika'ya ziyaretki gelişi takabul duruş tigişlik işte. Amerika taraf Reis Xi Jinping'i takabul durmakçı. Reis Xi Jinping bolsa Tayvan meselesi boyunca 92 yıldaki ortak dönüşünü qoğdamakçı ve toluklamakçı boladı deydi. Reis Xi Jinping Amerika devlet ziyareti kelgende Amerika asla yıraklap ketken 92 yıldaki ortak dönüşke Amerika'nı qaytırıp kelmekçi. Belki 2016 yılı Tayvan'da hakimiyet yürgüzüş mümkün bolgan Demokratiya Taraqqiyat Partiyasını çekdaş dairesine elip kirmekçi buldu. Reis Xi Jinping Washington'da Prezident Obama bilen söhbet ötközgende belki şunda urunup bakkan buluşu mümkün deydi Almy gazeti. Biroq bugünkü neticege qaraymiz ki Reis Xi Jinping Washington'daki söhbette mağlup oldu.